Ciğer almashtirish kerak. Faqat tezroq olyapti. Hali siz bilan qiladigan ishlar ko'p. Siz to'yingizni ko'rish kerak hali. Ofatlik yigilarni ko'rish kerak hali. Jon chiroylayotgan paytda ichingizda nima o'tasiz? Mana onamga shunaqa gullar berish. Hurmatli aziz obunachilar, yoshlarimiz judayam azoblanishyapti, chunki onani o'rni bari boshqacha. Bizga yordam berishsin. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan hurmatli Anvar Zohirov kanalining ashaddiy obunachilari. Yaxshimisizlar, sog'lig'in yaxshimi? Bir Xudo xolisa bugun men Farg'ona viloyati Yozyovon tumani o'zimni tug'ilib o'sgan Yozyovonimda bir bemor opamizni yoniga kelgandim. Xullas, bu oilamizni oxirgi najotlari YouTube bo'lgan. Boshqa imkoniyatlari qolmagan. Bular rosa o'ylashdi. Shuning uchun oxirgi umidlari ijtimoiy tarmoqqa chiqib sizlardan yordam so'rash bo'lib qoldi. Bu opamizni shu bemorliklari hammalaring bilasizlar, hozirgi paytda juda ko'pchilikda kuzatilayotgan shu jigar seryozi bilan og'riyapti. Hozir opamiz o'zidan eshitamiz. Mana marta farzandlari bor. Keyin marta yana bitta narsa bor ekan. Bir ukalari bor ekan. Agar bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, bu ijtimoiy tarmoq ko'pchilik Rossiyada ko'radi. Mana shu videoni tashinglar. 1 yil bo'libdi, aloqaga ham chiqmayapti ekan. Shu opasini holidan bir xabar olib qo'ysin. Aka ko'rib turgan bo'lsangiz, opangizga telefon qilib qo'ying. Ahvollari og'ir. Opani bir xabar olish kerak. Lekin oxiratda juda qiyin bo'ladi. Unaqa agar xabar olmay yo'qolib ketgan bo'lsa, iltimos qilamiz, aloqaga chiqib bir yaqinlardan xabar olib qo'yish kerak. Opa, bir o'zingiz nima bo'lgan, nima qo'ygan bir obunachilarimizga gapirib o'tsangiz. Gapirib olasiz. Men ancha yildan beri, 2016-yildan beri shu gepatit bilan og'rib yurar edim. Davolanib yurdim. Davolanganim endi 3-4 yillik. Oxiri jigar serosiga olib keldi. Ciğer almashtirish kerak. Faqat tezroq olyapti. 3 ta farzandim bor. Farzandlarim hali yo'q. Sizlardan iltimos yordam bersalaring. Xudo xolasa yaxshi bo'lib istamaylar. Ehsonlarimiz ayabimiz Xudo xolasa. Hurmatli aziz obunachilar, mana o'zing holatni ko'ryapsizlar. Opamiz 2016-yildan beri shunaqa dard bilan hamma joyga borib keldim deyapti. Hamma joyga borishga mana shuning uchun hurmatli aziz obunachilar, iltimos qilardim. Mana shu videoga befarq bo'lmay turasizlar. Keyin bu yerda yana bu kichkina qizingizmi? Keling, seni ma'qultincha yonimga keling. Bu o'g'lingizdan kattami, kichkinami bu qiz? Kattasimi? Eng katta farzandingizmi? Yana bormi? Ismingiz nima? Yasmina. Yasminaxon. Bu ko'rib turganlarga nima deymiz endi tog'alar xolalarga? Onangiz kasal ekan mana. Onangiz hali siz bilan qiladigan ishlari ko'p. Siz to'yingizni ko'rish kerak hali. Ofatlik yigilarni ko'rish kerak hali. Yordam berishlarini so'rayman. Qizlari bor. Bolalar hammasi mehribon, hamma ishda. Mash qizlari qiladi, hamma yo'q. Kirani mashlar yuvadi. Uyda ham tozalagan mashlar. Ayasiga bitta narsa qildirmaydi. Baribir Allohning bergan nimasi ekan, Xudoyim shifosini ham berar. Dardini beribdi, Alloh shifosini ham berar. Bolalarini baxtiga Alloh dan so'ralamiz kecha kunduz. Endi biz qo'limizdan ish kelyapti, undan boshqa narsa kelmayapti. Namozimizda ham tursa yursak shifo tilaymiz. Agar dadasi mandek bo'lib og'rimaganda bunchalik qiynalmasin.
Bu opamizni shu qaynotalari ham hozirgi paytda bemor, oilada bemor ko'p. Shuning uchun hurmatli aziz obunachilar, biz sizlardan iltimos qilyapmiz. Mana shu videoga befarq bo'lmay turinglar. Mana shu ikki go'dagi rahmlaring kelsin. Onalari farzandlari uchun hali yashash kerak. Ko'ryapsiz, hali yosh. Bittasi 8 yosh, bittasi 9 yosh, 10 yosh bo'ladi. Shunaqa. Ularda kattasi ham bor ekan даже. Hurmatli aziz obunachilar, shuning uchun mana shunaqa videolarga befarq bo'lmanglar. Kartalari o'zlariniki, xudo xolasa opsiyalarlarda qoldiraman. Videomizga befarq bo'lmanglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.